Xullas bellashib boshlandi. Muzaffer akamiz bilan bir kesishda 1 kilolik 500 ming so'm akamizga atalgan. Ketdi akajon. Fursatdan foydalanib bir narsani aytib o'taman. Qassob akalarim, ukalarim bemalol sizga go'shtga so'rasa, ko'rib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. 100-1900 so'mdan juda ham chiroyli buqalar bor. Ichidan chiqqan hamma yog'i sizlarniki. Chavri yog'i, charxi yog'i, bel yog'i, yurak, buyrak, teri, kalla hammasi aynan sizlarniki. Qo'ng'iroq qilinglar. Birgalikda O'zbekiston Respublikasida eng arzon, eng sifatli go'shtlarni xalqimizga yetkazib beramiz. Muzaffer akamga omadlar tilaymiz akajon. Boringizga shukr. Akamiz ham g'o'dasini ko'ryapsizlar, tog'da ekan. Go'shtni ham tog'da 2 kilo kesib qo'ymadingiz aka. Ko'p batta jon aka. Yana o'zingiz bilasiz, qo'y, narigisini o'zi ham yaxshi shekilli. Muzaffer akamga omadlar tilayman. Kam bo'lsa qo'shing, ko'p bo'lsa aka olib tashlang. Qizig'i yo'q. Ketdi Muzaffer aka. Polvon akam, zo'r akam. Yaxshi akaxon. Boringizga shukr. Akam g'o'dalarni ko'ryapsizlar. G'o'daga yarasha ish qilar ekan. Gap so'zga o'xshamaydi.